Arsenal raqobatchilari ochko yo'qotayotganidan unumli foydalana olmayapti va bu turda ham ochko yo'qotdi Arsenal. To'g'ri, jamoa Liverpulga qarshi o'yin olib bordi va 0-0 hisobi qayd etildi bu o'yinda. Arsenalda jarohat olgan o'yinchilari safga qaytgandan keyin gol urishga qiynalmoqda Arsenal. Avval aytib o'tganimdek, Arsenal raqobatni his qilmasa, o'yinni tashlab yuboradi. APLda hamma klublar Arsenal chempion bo'lishini xohlamoqda. Arsenalning o'zi esa menga bunday oson chempionlik kerak emas deb ochkolarni ulashmoqda. Albatta bu hazil do'stlar. Mikel Arteta ham Xabi Alonsoning holatiga tushib qoldi. Xabi Alonso Arda Güler zo'r o'ynab turgan payt Jude Bellingham safga qaytadi va Jude Bellinghamni asosiydan tushiradi. Ikkalasi maydonda bo'lgan payt kamchiliklar yuzaga keldi va ko'plab xatolar qila boshladi. Arda Güler hamda Jude Bellingham va Xabi Alonso ikkisidan birini asosiydan tushirishga qaror qildi. Va Mikel Artetada ham hozir xuddi shunday muammo yuzaga kelmoqda. Mikel Merino hujumchilari jarohat olgan payt markaziy hujumda o'ynadi va dahshatli o'yin ko'rsatdi. Va hozir yana himoyaga tortildi Mikel Merino va hujumchilar qaytdi. Arsenalning hujumchilari Arsenalda gol urish bo'yicha muammolar ko'zga tashlanmoqda. Arteta ham xuddi Xabi Alonso singari bu savolga yechim topishi kerak. Hozirchalik beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar.